oqibat qani mer. Qayerga yo'qoldi mehr va oqibat? Nahotki qalbimiz bo'ldi buncha qattiq? Baxtli oilalar faqat videolardami? Hayotda esa dardu g'amlar achchiq. Nega bunday bo'lib ketdik ey insonlar? Hammasi faqat ko'z qilish uchunmi? Mehr qani o'sha oqibatlar? Nahot yo'qotdik biz insoniy kuchni? Sevar, xayr sevarlar ko'paydi, lekin bari Instagramdagi qisqa rollarda. Sanoqli insonlar Alloh uchun qilmoqda, qolganlari namoyishkorona qo'llar. Namozni qo'rqmasdan tark etib qo'ydik, dunyoni deb oxiratni unutdik. Ehson va mehrni reklama qilib, biz o'zimiz aldadik. Nega bunday bo'lib ketdik ey insonlar? Hammasi faqat ko'z qilish uchunmi? Mehr qani o'sha oqibatlar? Nahot yo'qotdik biz insoniy kuchni? Qani oqibat? Qani o'sha mehr? Faqat videolardami baxtimiz?